Assalomu alaykum akaya. Asal yaxshi keldingizmi? Voy akaya, ish qilyaptimiz? Ishlarni qilib olib yotgandim. To'xtab turing, men sizga qarashib boraman. Ozgina qoldi. O'zim qilib qo'yaman. Siz ovqatlanib oling. Avval siz bilan birga ish qilamiz, keyin o'tirib ovqatlanamiz. Mayli. Chaqiruvmidingiz? Ha, pullarni o'zimga kiyib olganman. Voy, rahmat kattakon adasi. Asalgacha? Nima asalga? Ancha bo'lib ketdi ularga kiyim olib bermaganingizga. 20 ming o'zimda qoldi, men hammasini olgan. Rahmat adasi, pulingiz ko'p bo'lsin. Asal! Tinchlikmi adasi? Tinchlik emas, Asal qani? Asal hali maktabdan kelmadilar. Ko'chada og'aynilarim ko'rib qopti bitta bola bilan yurganini. Hozir kelsa, ikkalasini ham kallasini olaman bularni. O'ysi bo'lsa adasi, balkim sizga tushib uyalgandirlar. Qiz bola orqasidan yigitlar yurishi tabiiy holat-da. Xotiram agar shunaqa bo'lsa, men siz yuzingizni yerga qaratmaydigan qilaman. Gaplash. Ha. Bilasiz, men sizni qanaqa yaxshi ko'raman. Siz meni ham dugonam, ham singlimsiz. Sizga ko'p bola gap otishi, sevgi izhor qilishi mumkin. Iltimos, ularga bunaqa imkon bermang. Chunki siz akangizni yuzi bo'lasiz. Qiz bola dur bo'ladi. Dur bu bebaho, dengizda tagida yotadi. Dengiz ustiga suv ostidan axlatlar chiqadi. Siz o'zingizni suv ustiga chiqarib qo'ymang. Dur egasi kelib uni olib ketmaguncha dur o'zini ehtiyot qilishi kerak.